Noyabr oyida O'zbekistonga pul o'tkazmalari 20% ga kamaydi. Markaziy bankning ichki valyuta bozori haqidagi hisobotiga ko'ra, so'nggi 11 oy ichida fuqarolar sotganidan ko'ra 807 milliard dollarga ko'proq xorijiy valyuta sotib olishdi. Bu farq o'tgan yilga nisbatan 42,6% ga oshdi. O'zbekistonga transchegaraviy pul o'tkazmalari joriy yil boshidan beri 25% ga oshdi. Yanvardan noyabrgacha aholi banklarga 19,4 milliard dollarlik xorijiy valyuta sotishdi. Bu 2024-yilning shu davriga nisbatan 32,8% ga ko'p. O'tgan oyda jismoniy shaxslar tomonidan xorijiy valyuta savdosi jami 2 milliard dollarni tashkil etdi. Shu bilan birga jismoniy shaxslar tomonidan valyuta sotib olish atigi 24,7% ga o'sib, 16 milliard dollarni tashkil etdi. Noyabr oyida jismoniy shaxslar 1 milliard dollarlik xorijiy valyuta sotib olishdi. Natijada xorijiy valyuta savdosi va sotib olish o'rtasidagi farq 807 milliard dollarni tashkil etdi. Bu noyabr oyida taxminan 900 million dollarga ko'pdir. Biznes va moliyaviy xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun Kapital.uz kanaliga obuna bo'ling.